Bu ko'pchilikka tanish holat, tutqanoq kasali. Mana shu holatda yangi tug'ilgan qo'zilarda yoki bir 15-20 kun, 1 oylik bo'lganda juda ham ko'p bu holatda hozir bo'lyapti. Menga videosini tashlashyapti va yaqinda ham videosini qo'yib o'tgan edim. Shu dorilarni qilsalaring tuzaladi desam, ko'pchilik ya bu tuzalmaydi, jazosi pichoq dedi. Yo'q, tuzaladi. Aka-ukalar, harakat qilinglar. Harakat qilgan odam hech qachon to'xtab qolmaydi. Mana bu shogirdimizda shu holat bo'lganida so'yib yuboray deganda yo'q, so'ymang, bu holatda davolaymiz dedim. Buni tug'ilganda kindigidan tushib qoladi, parazit, har xil virus tushib qoladi-da tomiriga. Va mana ko'rib turibsizlar, qo'yimiz voyaga yetib yetuk qo'chqor bo'ldi. Harakat qildi ukamiz, dorilarini qildi. Men dorilarni qo'yib o'taman. O'sha dorilarni shu dorilarni qo'llanish retseptlarini olib o'qib ko'rsalaring, qanchadan qancha qilish kerak hammasini yozib o'tgan endi tarkibiga. Lekin ukamizning mehnatiga mana mashalloh deb qo'yasizlar, baraka topsin. Mana so'ymadi, mana shu qo'chqorini Arashan qo'chqor, yetuk qo'chqor endi o'zi biladi, yaxshi narxga sotadi. Harakat qilinglar, to'xtab qolmanglar, izlanishda davom